Salom, qadrli tomoshabinlar. Diqqat! Bugun men sizga shunchaki ma'lumot emas, balki moliyaviy kelajagingizni to'g'ridan-to'g'ri belgilaydigan hayotiy muhim ogohlantirish beraman. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz davlatdan biron bir turdagi nafaqa, pensiya yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni olsangiz, unda bu video siz uchun. Men hoziroq aytaman, agar siz 2026 yil 1 maygacha ma'lum bir harakatni amalga oshirmasangiz, barcha to'lovlardan mahrum bo'lasiz. Bu ogohlantirishni jiddiy qabul qiling, chunki orqaga yo'l bo'lmaydi. Bu masala shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi va har bir fuqaroga tegishli bo'lishi mumkin. Vaqtingizni yo'qotmang, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Bu ma'lumot hayotiy muhim. Muammoning mohiyati. Xo'sh, muammo nimada va nega aynan shu sana shunchalik muhim? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda ijtimoiy ta'minot tizimi, jumladan pensiyalar va nafaqalar tizimi turli bosqichlardan o'tib keldi. Ba'zi to'lovlar eski qog'oz hujjatlar asosida tayinlangan, boshqalari avtomatik ravishda uzaytirilgan, ba'zilari esa hatto fuqaroning o'zini ishtirokisiz ham rasmiylashtirilgan. Misol uchun, ko'plab qariyalarimiz Sovet davridagi ish staji va hujjatlar asosida pensiya oladilar. Bu hujjatlarning aksariyati qog'oz shaklida bo'lib, ular bitta markazlashgan raqamli bazada to'liq aks etmagan. Yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar, ba'zilari o'nlab yillar oldin rasmiylashtirilgan hujjatlar asosida nafaqa olishda davom etmoqda. Tizim ancha markazlashtirilmagan va ma'lumotlar turli idoralarda, turli formatlarda saqlanardi. Ammo bugungi kunda O'zbekiston barcha sohalarda, jumladan ijtimoiy ta'minot tizimida ham keng qamrovli raqamlashtirish jarayonini amalga oshirmoqda. Maqsad barcha ma'lumotlarni yagona, xavfsiz va shaffof raqamli tizimga o'tkazish. Bu bir tomondan byurokratiyani kamaytirish, korrupsiyaning oldini olish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan to'lovlar adolatliligini ta'minlash, ortiqcha yoki asossiz to'lovlarni bartaraf etish hamda haqiqiy ehtiyojmandlarga yordamni aniq yo'naltirishni ko'zda tutadi. Shu sababli hukumat 2026 yil 1 mayga qadar barcha mavjud ijtimoiy to'lovlar, jumladan pensiyalar va nafaqalar bo'yicha ma'lumotlarni to'liq raqamlashtirish va shaxsiy ma'lumotlarni yangilash talabini qo'ydi. Bu shuni anglatadiki, siz hozirda qaysi turdagi to'lovni olayotganingizdan qat'iy nazar, agar sizning ma'lumotlaringiz yangi raqamli tizimga kiritilmagan bo'lsa yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, sizning to'lovlaringiz shu sanadan keyin avtomatik ravishda to'xtatiladi. Asosan, bu tizimni tozalash va barcha ma'lumotlarni bir xil standartga keltirish jarayonidir. Hukumat bu jarayonga yetarli vaqt, bir necha yil ajratgan, ammo ko'pchilik bu muddat qanchalik tez o'tganini payqamay qolishi mumkin. Shuning uchun bu ogohlantirish ayniqsa muhim. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligi va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu bo'limda bir nechta aniq misollar va raqamlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu guruhga asosan quyidagi toifadagi fuqarolar kiradi. 1. Eski tartibda pensiya oluvchilar. Agar siz pensiyani 2005 yilgacha, xususan Sovet davridagi ish staji yoki O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi qog'oz hujjatlar asosida olgan bo'lsangiz, demak sizning ma'lumotlaringizni raqamli tizimga o'tkazishda muammolar bo'lishi mumkin. Misol uchun, 70 yoshli Oybek amaki 1992 yildan buyon ish staji bo'yicha pensiya oladi. Uning barcha hujjatlari qog'oz shaklida saqlanadi. Pasport ham bir necha bor o'zgartirilgan, ammo pensiya jamg'armasida ma'lumotlari yangilanmagan. Oybek amaki pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan, chunki u hamma narsa avtomatik tarzda bo'ladi deb o'ylaydi. Agar Oybek amaki 2026 yil 1 maygacha o'z ma'lumotlarini tasdiqlamasa va raqamli tizimga kiritilmagan bo'lsa, uning oylik 1,5 so'mlik pensiyasi to'xtatiladi. Bu har yili 18,oq so'm yo'qotish degani. Va bu shunchaki to'xtatilish emas, balki uni qayta tiklash uchun katta ovoragarchilik va vaqt yo'qotishlar bilan bog'liq bo'ladi. Hujjatlarni qayta tiklash, ish stajini isbotlash ancha murakkab jarayonga aylanadi. 2. Nogironlik nafaqasi oluvchilar, ayniqsa uzoq yillar davomida nogironlik nafaqasini olib kelayotgan va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMEK) xulosalarini yangilamaganlar.
Masalan, 45 yoshli Nargiza opa 2008 yildan buyon I guruh nogironligi nafaqasini oladi. Uning tibbiy xulosalari har 5 yilda bir marta yangilanadi. Ammo bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasining yagona elektron bazasiga to'liq integratsiya qilinmagan bo'lishi mumkin. Agar Nargiza opa 2026 yil 1 maygacha oz ma'lumotlarni tekshirmasa va zarur hujjatlarni taqdim etmasa, uning 900,oh so'mlik oylik nafaqasi bekor bo'ladi. Bu nafaqa uning oilasini boqishdagi asosiy manba bo'lishi mumkin. 3 boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi nafaqasi oluvchilar, voyaga yetmagan farzandlar yoki boquvchisining vafotidan keyin pensiya oluvchi shaxslar. Bu holatda ba'zan oila a'zolarining tarkibi o'zgarishi, masalan, farzandning voyaga yetishi, turmush qurishi haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanmasligi mumkin. 58 yoshli Xolida aya 2015 yilda turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning 2 farzandi bor edi. Hozirda ular voyaga yetgan va ishlaydi. Pensiya fondi bu ma'lumotni to'liq yangilamagan bo'lishi mumkin. Agar u o'zining shaxsiy va oilaviy ma'lumotlarini 2026 yil 1 maygacha tasdiqlamasa, uning pensiya to'lovlari to'xtatib qo'yilishi mumkin. 4 ijtimoiy nafaqalar oluvchilar, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa, bolali oilalarga nafaqa yoki moddiy yordam kabi ijtimoiy to'lovlarni oluvchilar. Garchi bu to'lovlar nisbatan yangi tizimda bo'lsa-da, ularning amal qilish muddati cheklangan bo'ladi va davriy ravishda qayta ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Lekin ba'zida fuqarolar muddatni o'tkazib yuborishi yoki ma'lumotlarni yangilashga beparvo qarashlari mumkin. Misol uchun, 35 yoshli Shahnoza 2 farzandi bilan yolg'iz yashaydi va har oyda 600,oh so'm miqdorida bolali oilalarga nafaqa oladi. Uning oxirgi marta arizasi 2023 yilda ko'rib chiqilgan. Agar u arizasini 2026 yilgacha qayta yangilamasa, to'lovlari avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu uning oilasining tirikchiligi uchun jiddiy zarba bo'lishi mumkin. 5 ma'lumotlari noaniq bo'lganlar, pasport ma'lumotlari, yashash joyi, bank rekvizitlari o'zgargan, ammo bu o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli organlarni xabardor qilmagan shaxslar. Masalan, 50 yoshli Karim aka pensiyaga chiqqandan beri bir necha bor yashash manzilini o'zgartirgan. Har safar yangi pasport olganida uning seriya va raqami ham o'zgargan. Biroq u pensiya jamg'armasiga bu ma'lumotlarni yangilash uchun hech qachon murojaat qilmagan. Natijada uning hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar orasida nomuvofiqlik yuzaga kelgan. Agar bu nomuvofiqlik 2026 yil 1 maygacha bartaraf etilmasa, uning pensiyasi to'xtatilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi kerak, lekin baribir tekshirish shart. 1. Yaqinda pensiya nafaqa oluvchilar. Agar siz 2020 yildan keyin pensiya yoki nafaqa oluvchi bo'lgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz allaqachon raqamli tizimga kiritilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Chunki bu davrdan boshlab raqamlashtirish jarayoni ancha jadallashgan. Masalan, 2022 yilda pensiyaga chiqqan 62 yoshli Dilshod aka. Uning barcha hujjatlari, ish staji va shaxsiy ma'lumotlari pensiya jamg'armasining yangi elektron bazasiga kiritilgan. Shu sababli u yuqoridagi toifadagi fuqarolar kabi jiddiy xavotirlanishi shart emas. Lekin baribir o'zining shaxsiy kabinet, ida yoki davlat xizmatlari markazi, DXM orqali ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirib ko'rishi ortiqcha bo'lmaydi. Bu xotirjamlik garovidir. 2. Ma'lumotlari avtomatik yangilanadiganlar. Ba'zi toifadagi fuqarolarning ma'lumotlari, masalan, davlat tashkilotlarida ishlayotganlar, harbiy xizmatchilar yoki ularning yaqinlari avtomatik ravishda yangilanadi. Ammo bu ham har doim ham bir yuz kafolat emas. Texnik nosozliklar yoki ma'lumotlar uzatilishdagi xatolar har doim ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham ma'lumotlaringizning holatini tekshirish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, ichki ishlar organlari faxriysi bo'lgan 65 yoshli Rustam akaning pensiyasi avtomatik tarzda Moliya vazirligi tizimi orqali pensiya jamg'armasiga uzatiladi. Nazariy jihatdan u xavotirlanishi shart emas. Biroq u ham TXMga borib yoki Mi.gov.uz portali orqali shaxsiy ma'lumotlari va to'lovlari holatini tasdiqlab qo'yishi tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, agar siz yaqin orada pensiya nafaqa oluvchi bo'lgan bo'lsangiz ham, mutlaqo xotirjam bo'lishingiz uchun o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz juda muhimdir. Menda hamma narsa joyida deb o'ylash eng katta xato bo'lishi mumkin. Har doim tekshirib ko'rgan ma'qul.
Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar bu jarayonning murakkabligi faqatgina arizani topshirish bilan cheklanib qolmaydi. Ko'plab istisnolar, inson tushishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar. 1. Chet elda yashovchilar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, lekin hozirda chet elda yashayotgan bo'lsangiz va O'zbekistondan pensiya yoki nafaqa olsangiz, siz uchun jarayon murakkablashadi. Bunday holatda siz shaxsan O'zbekistonga kelib murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Bunda quyidagi yo'llar mavjud. Ishonchnoma orqali yaqin qarindoshingizga notarial tasdiqlangan ishonchnoma berishingiz mumkin. Biroq bu ishonchnoma ba'zi talablarga javob berishi kerak va uni O'zbekistonning chet eldagi konsullik idoralarida tasdiqlatish lozim. Konsulliklar orqali hujjatlarni legallashtirish yoki apostilli olish jarayoni vaqt talab qiladi. Konsullik idoralari orqali chet eldagi O'zbekistonning elchixonalari yoki konsulliklari orqali murojaat qilish imkoniyati bor. Ular sizning ma'lumotlaringizni tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Lekin bu jarayon ham sekin bo'lishi va barcha xizmatlar ko'rsatilmasligi mumkin. Shuning uchun chet elda yashovchi fuqarolar hoziroq o'zlarining diplomatik vakolatxonalari bilan bog'lanishlari shart. 2. Ruhiy holati buzilgan shaxslar. Agar to'lov oluvchi ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolar tufayli mustaqil harakat qila olmasa, uning nomidan vasiy yoki homiy murojaat qilish kerak. Buning uchun vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar, sud qarori va shaxslarning pasport nusxalari talab qilinadi. Ba'zan vasiylik hujjatlari eskirgan bo'lishi yoki yangi tartiblarga mos kelmasligi mumkin. Bu esa qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Tuzoqlar, kutilmagan muammolar, byurokratik to'siqlar va navbatlar. Muddat yaqinlashgani sari davlat xizmatlari markazlari, DXM va pensiya jamg'armasi bo'limlarida navbatlar uzayishi mumkin. Ko'plab odamlar oxirgi daqiqagacha kutib turishadi. Bu esa tizimga katta yuklama beradi va jarayonni sekinlashtiradi. Misol uchun, aprel 2026da bir nechta ming odam bitta TXMga murojaat qilsa, ularning arizalarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun vaqt yetishmasligi mumkin. Bu esa o'z navbatida arizani muddatida topshira olmaslikka olib kelishi mumkin. 2. Ma'lumot yetishmasligi. Ayniqsa qishloq joylarda yoki internetdan foydalanish imkoniyati cheklangan joylarda yashovchi keksa fuqarolar bu o'zgarishlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Ular televizor yangiliklariga tayanadi yoki umuman xabar topmasligi ham mumkin. Bu ularning to'lovlardan mahrum bo'lishiga olib keladigan eng katta sabablardan biri bo'lishi mumkin. 3. Firibgarlar. Har doim shunday vaziyatlarda firibgarlar paydo bo'ladi. Ular yordam berishni taklif qilib, fuqarolardan pullarni olib, hech qanday xizmat ko'rsatmasligi yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi mumkin. Hech kimga o'z pasport ma'lumotlaringizni yoki bank kartangiz raqamini ishonib topshirmang. Davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi xizmatlari bepul. Agar kimdir sizdan hujjatlaringizni raqamlashtirish uchun pul so'rasa, bu firibgarlikdir. 4. Noto'g'ri ma'lumot kiritish. Arizani to'ldirishda yoki ma'lumotlarni kiritishda xatolikka yo'l qo'yish. Noto'g'ri yozilgan ism, familiya, pasport raqami yoki bank rekvizitlari arizaning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining uzayishiga sabab bo'ladi. Bu esa muddatni o'tkazib yuborishga olib kelishi mumkin. 5. Men buni allaqachon qilganman mentaliteti. Ba'zi fuqarolar eski pensiya guvohnomalarini yoki boshqa eski hujjatlarni yangilash kifoya deb hisoblashi mumkin. Ammo bu yangi raqamli tizimga kiritish va ma'lumotlarni tasdiqlash butunlay yangi jarayondir. Shuning uchun avvalgi harakatlaringiz yetarli deb o'ylamang. Noaniq jihatlar. 1. To'lov turining ahamiyati. Har bir to'lov turi uchun talablar bir oz farq qilishi mumkin. Ba'zi pensiyalar avtomatik ravishda o'tkazilishi mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik nafaqalar va eski pensiyalar uchun shaxsiy murojaat zarur. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Shuning uchun aynan sizning holatingizda qaysi hujjatlar talab qilinishini oldindan aniqlashtirish muhim. 2. Muddatdan keyin nima bo'ladi? Savoli. Agar siz muddatni o'tkazib yuborsangiz, sizning to'lovlar avtomatik tarzda to'xtatiladi. Ular darhol tiklanmaydi. To'lovlarni qayta tiklash uchun siz yangi ariza topshirishingiz va butun jarayonni boshidan boshlashingiz kerak bo'ladi. Eng yomoni, bu vaqt davomida to'lanmagan pullarni qaytarib olish imkoniyati juda kam yoki umuman yo'q. Ya'ni siz bir necha oy yoki hatto yillar davomida to'lovsiz qolishingiz mumkin.
Bu ayniqsa bu to'lovlarga bog'liq bo'lgan oilalar uchun katta iqtisodiy zarba bo'ladi. Ba'zan hatto huquqlar ham qayta tiklanmasligi yoki yangi qoidalar bo'yicha tayinlanishi mumkin. Bu esa kamroq miqdorni anglatadi. 3 texnik muammolar, portalda nosozliklar, serverning yuklama tufayli ishlamay qolishi yoki tizimdagi boshqa texnik xatolar muddatga yaqin qolganda yuzaga kelishi mumkin. Bu esa fuqarolarning arizalarini topshirishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun hoziroq harakat qilish bu turdagi muammolarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi eng muhimiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu jarayonni iloji boricha oson va muammosiz o'tkazish uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'qing va amal qiling. Bir qadam: to'lov turini aniqlash. Avvalo, siz qanday turdagi nafaqa yoki pensiya olayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Bu eski usuldagi mehnat pensiyasimi, nogironlik nafaqasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki boshqa turdagi to'lovmi? Har bir tur uchun hujjatlar ro'yxati va talablar bir oz farq qilishi mumkin. Agar bilmasangiz, darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan borib aniqlashtiring. 2 qadam: zarur hujjatlarni yigish. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Hujjatlarning to'liq ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin, ammo sizning shaxsiy holatingizga qarab o'zgarishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, asli va nusxasi. Agar yangi it karta olgan bo'lsangiz, uni ham olib boring. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Muddati o'tgan pasport bilan murojaat qila olmaysiz. Tugilganlik to'g'risidagi guvohnoma, agar bo'lsa, ayniqsa yoshroq nafaqa oluvchilar uchun. Nikoh yoki ajrim guvohnomasi, agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat, asli va nusxasi. Ish staji bo'yicha hujjatlar, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Ayniqsa eski mehnat daftarchalari, agar ularda muhrlar yoki yozuvlar yomon o'qilsa, bularga alohida e'tibor bering. Pensiya guvohnomasi nafaqa oluvchining guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa. Bank rekvizitlari, nafaqa yoki pensiya o'tkaziladigan plastik karta raqami yoki hisob raqami. Bankdan shu hisob raqamingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, kimlik xulosasi, asli va nusxasi, agar nogironlik nafaqasi olsangiz. Bu xulosaning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Boquvchisini yo'qotganlikni tasdiqlovchi hujjat, vafot etganning guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, tugilganlik guvohnomalari agar farzandlar uchun bo'lsa. Boshqa qo'shimcha hujjatlar, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma, propiska, turar joy kitobi, domovaya kniga va pensiya jamg'armasi sizdan so'rashi mumkin bo'lgan har qanday boshqa hujjatlar. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va sifatli nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zan faqat asl nusxasini ko'rsatish talab qilinadi, ba'zida esa nusxasini topshirish kerak bo'ladi. 3 qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Murojaat qilish uchun bir nechta variant mavjud. Ularni har birining afzalliklari va kamchiliklari bor. Davlat xizmatlari markazlari (DXM) bu eng qulay va keng tarqalgan usul. DXMlarda bir darcha tamoyili asosida xizmat ko'rsatiladi. Siz u yerda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish uchun ariza topshirishingiz, hujjatlaringizni taqdim etishingiz va ma'lumotlaringizni yangilashingiz mumkin. DXMlar odatda yaxshi jihozlangan va xodimlar malakali bo'ladi. Elektron navbat tizimi ham mavjud bo'lib, bu kutish vaqtini qisqartiradi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, har bir tuman, shaharda pensiya jamg'armasining o'z bo'limi mavjud. Siz to'g'ridan-to'g'ri o'zingizga tegishli bo'limga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga batafsil konsultatsiya berilishi va hujjatlaringizni tekshirib, qabul qilib olinishi mumkin. Ba'zan, ayniqsa murakkab holatlarda, to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan gaplashish foydali bo'ladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz. Agar siz internetdan foydalana oladigan faol foydalanuvchi bo'lsangiz, ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda ham amalga oshirish mumkin. Mi.gov.uz orqali siz pensiya va nafaqalar bo'limida o'z ma'lumotlaringizni tekshirish, ayrim arizalarni onlayn to'ldirish va holatini kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Bu eng tez va eng kam vaqt sarflashni talab qiladigan usul. Biroq bu usul hamma uchun ham mos kelmasligi mumkin, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang.
Mahalla fuqarolar yig'inlari ba'zi holatlarda, ayniqsa ijtimoiy nafaqalar masalasida, mahalla fuqarolar yig'inlari orqali ham murojaat qilish mumkin. Ular hujjatlarni to'plashda yordam berishi yoki tegishli organlarga yo'naltirishi mumkin. Ammo barcha turdagi to'lovlar uchun bu imkoniyat mavjud emas. 4 qadam: arizani to'ldirish va ma'lumotlarni tasdiqlash. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Agar biror joyi tushunarsiz bo'lsa, so'rashdan tortinmang. Xodimlar sizga yordam berishga majbur. Ayniqsa shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami va bank rekvizitlarining to'g'riligini bir necha bor tekshiring. Agar ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, familiya, yashash manzili, bu haqda alohida ko'rsating va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 5 qadam: holatni kuzatib borish. Arizani topshirganingizdan keyin ish shu bilan tugamaydi. Sizga berilgan ariza raqamini saqlab qo'ying. Mi.gov.uz portali orqali yoki TXMga qayta murojaat qilib, arizangizning ko'rib chiqilish holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Agar biror muammo yuzaga kelsa yoki qo'shimcha hujjatlar talab qilinsa, darhol javob bering. E'tiborsizlik qilish sizga qimmatga tushishi mumkin. 6 qadam: shoshiling, lekin vahima qilmang. Muddat 2026 yil 1 maygacha bo'lsa-da, bu oxirgi kungacha kutib turing degani emas. Aksincha, bugunoq harakatni boshlang. Qancha tez harakat qilsangiz, shuncha yaxshi. Oldinda hali vaqt bor, ammo bu vaqt juda tez o'tib ketadi. Biroq vahima qilish ham kerak emas. Tizim sizga yordam berish uchun yaratilgan. Shuning uchun barcha talablarni bajarsangiz, muammo bo'lmaydi. 7 qadam: yaqinlaringizga yordam bering. Eng muhimi, o'zingizning keksa qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringizga yordam bering. Ular ko'pincha bu kabi yangiliklardan bexabar qolishadi, internetdan foydalana olishmaydi. Ularning yonida bo'ling, ularni ogohlantiring, hujjatlarni to'plashda va murojaat qilishda yordam bering. Bu shunchaki ma'lumot emas, bu sizning oilangiz va yaqinlaringizning farovonligiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim masaladir. Bitta video minglab insonlarning muammosini hal qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov: qadrli do'stlar, bugungi videomizda men sizga 2026 yil 1 mayga qadar pensiya va nafaqalarni raqamli tizimga o'tkazishning hayotiy muhimligi haqida gapirib berdim. Bu shunchaki navbatdagi ogohlantirish emas, balki shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi jiddiy chorlovdir. Muddatga e'tibor bermaslik to'lovlardan mahrum bo'lish deganidir. Bu esa oilaviy budjetingiz uchun og'ir zarba bo'lishi mumkin. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman, hoziroq harakatni boshlang. Hujjatlaringizni to'plang, TXMga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Mi.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinet ingizni tekshiring. Va eng muhimi, bu ma'lumotni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa avlod vakillariga yetkazing. Balki ular bu videoni ko'rmasligi mumkin, lekin sizning ogohlantirishingiz ularni katta muammolardan qutqarib qolishi mumkin. Agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men qo'limdan kelganicha javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'ling, chunki bu kabi muhim va foydali ma'lumotlar hali ko'p bo'ladi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha